Mahalliy energiya tejamkor yoritgichlar Qo'qon shahrida Xonchiroq brendining yangi filiali o'z faoliyatini boshladi. Yaqindagina renovatsiya dasturi asosida barpo etilgan ko'p qavatli uyning birinchi qavatida faoliyat boshlagan savdo va ishlab chiqarish markazining tantanali ochilish marosimida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov ham ishtirok etdi. Hammani hamyonbop va hammaga zaruratiga yarasha Qo'qon shahar hokimi mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbuslari asosida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xususida ma'lumot berib, barchani yangi zamonaviy savdo maskani bilan muborakbod etdi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan tadbirkorlar qo'llab-quvvatlagan holda biz tadbirkorlar ham shundan kuch olib, do'konlarimizni ko'paytirib, mana shu yerda Salom City'da yangi Qo'qonda yangi joyimizni ochdik. Shunga shu xalqimizga xizmat qilish maqsadimiz. Mana ancha chegirmalar qo'ydik. Chunki mana prezidentimizning nimalari bilan, tashabbuslari bilan shuncha uylar qurildi. Biz ham shunga o'zimiz hissamizni qo'shish uchun 50% chegirmalarni qilib, xalqimizga xizmat qilish maqsadimiz. Xonchiroq brendi mahalliy xomashyodan ishlab chiqarilgan energiya tejamkor yoritgichlar va hamyonbop narxlarda eng sifatli xorijiy elektr jihozlari bilan sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va aholining mehrini qozonib ulgurgan. Yangi O'zbekiston mavzesi ro'parasida faoliyat boshlagan yangi markaz aholining elektr jihozlariga bo'lgan ehtiyojini qondirib, ko'p yillar xalqqa xizmat qilishi kutilmoqda.